Do'stlik tumanida aholi farovonligini oshirish, bozordagi talab va taklif muvozanatini saqlash, ayniqsa ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish maqsadida yana bir muhim tashabbus amalga oshirildi. Tuman hokimligi departamentning tuman bo'limi va tumandagi mas'ul idoralar hamkorligida yaqinda ish boshlagan yangi bozor savdo kompleksi hududida Yangi yil bayrami oldi arzonlashtirilgan oziq-ovqat savdo yarmarkasi o'z faoliyatini boshladi. Ushbu yarmarkaning eng muhim jihati shundaki, unda 24 turga yaqin asosiy iste'mol mahsulotlari aholi uchun bozor narxlaridan ancha past, qulay va ijtimoiy adolat mezonlariga mos ravishda taklif etilmoqda. Unga qator ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar, un va yog'dan tortib guruch, go'sht va sut mahsulotlarigacha, turli meva-sabzavotlar va kundalik turmush tarzi uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar kiritilgan. Yarmarkaning samarali tashkil etilishida bir nechta tuzilmalarning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Savdo rastalarining tartibli joylashtirilishi, aholiga qulay sharoit yaratish, mahsulotlarning sifatini doimiy nazorat qilish kabi jihatlar ushbu tadbirning ahamiyatini yanada oshiradi. Aholining bildirgan fikr-mulohazalariga qaraganda, bunday yarmarkalar nafaqat narxlarning barqaror turishiga xizmat qiladi, balki oila budjetini tejashga ham katta ko'mak beradi. Arzonlashtirilgan yarmarkaning muntazam o'tkazilishi esa tuman aholisi uchun qo'shimcha qulaylik yaratib, iste'mol bozorida sog'lom raqobatni mustahkamlaydi.